Biz shunaqa tarixiy joyda turibmizki, bunaqasi hali hech qayerda bo'lmagan. Qo'limdagi ko'mir parchalari emas, 3 oy davomida yongan tog' bo'laklaridan bir bo'lakdir. 3 oy davomida yongan tog' haqida eshitganmisiz? 1256-yilda Madina Munavvaradagi mana shu tog' 90 kun mobaynida yongan. Jabal Burkon, Jabal Qurayza deb ataluvchi mana shu tog'ning toshlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, har bir tosh qop-qora xususiyatga ega. Agar Google Map orqali ustidan tomosha qiladigan bo'lsak, xuddi o'yilgan tarvuz holatini eslatadi. Mana shu tog' yongan hodisadan taxminan 25 yil, 30 yil oldin O'rta Osiyo hududiga Mo'ri Malaxte Mo'g'ul bosqinchilari kirib kelishadi. Abbosiylar hukmronligi tugatiladi. Madina Munavvarada chiqqan yong'in tufayli bundan 500 kilometr uzoqdagi Taymo shahri olimlari bu yong'inning ziyosidan bemalol kitob o'qiydigan holatga kelishadi. Madina Munavvaradagi ayollar esa uning yog'dusidan ip yig'irishardi. Bu toshlar 3 oy mobaynidagi yong'inga guvoh bo'lgan va ishtirok etgan. Bu tog' 3 oy mobaynida yonishi tufayli Madina aholisi faqat yaxshilik qilishga, ehson ulashishga harakat qiladi. Mana shundan keyin tog'ning holati asl holatiga qaytib, yong'in o'z-o'zidan o'chadi. Men sizlarga eksklyuziv materiallarni tayyorlayman deb shunday joylarda yurib, lavhalarni hukmingizga havola etyapman-u, lekin siz hali ham like bosmasdan bu videolarimni hali ham tarqatmayapsiz. Insofdan emas.